Bobojon, yuqoridagi haykallarning ma'nosi nima? Bular oddiy haykallar emas, bolam. Bu yerdagilarning har biri vatan uchun jon berganlar. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Bu urush tufayli kimdir otasiz qoldi, kimdir farzandini kutib yashadi. Ba'zilar urushdan qaytib kelmadi. Millionlab insonlar tinchlik uchun o'z hayotini fido qildi. Ular ortga qaytishni emas, kelajakni tanladi. Ular ketmagan. Ular faqat tarixga kirgan. Bugungi tinchlik ularning qoni evaziga kelgan. Ha bolam, xotirada yashaganlar hech qachon o'lmaydi. Qahramonlar nomi barhayot.